Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Muslim Alini strategiyasi asosida tayyorlagan indikatorimizni qanday qilib o'rnatish va undan qanday foydalanish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib Brotek.uz saytiga kirib olamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, albatta ro'yxatdan o'ting. Menda уже ro'yxatdan o'tilgan. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin birinchi bo'lib hisob qo'shish bo'limiga o'tib olamiz. Akkaunt bo'limidan hisob qo'shish bo'limiga kiramiz. Kirganimizdan keyin bu yoqda brokerlar ro'yxati chiqadi. Bu brokerlardan biridan bizni aynan referalka linkimiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz shart. Bo'lmasa robotlarga ham, indikatorlarga ham dostуп ola olmaysiz. Ro'yxatdan o'tish uchun esa mana hoziroq ro'yxatdan o'tish degan link turadi. Shuni ustiga bitta bosib, bemalol mana ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu yoqda bo'lsa, video qo'llanmalarini ham qilib qo'yganmiz. Qanday qilib ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Hamma brokerda bor video qo'llanmalari kiritib qo'yilgan. Kimda qaysi broker ishlamoqchi bo'lsa, o'shan bilan bemalol kirib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, agarda bizning referal link bilan e'tiborli bo'ling, o'tmagan bo'lsangiz, foydasi yo'q. Hech qanaqangi indikatorga ham, robotlarga ham dostуп ola olmaysiz. Shu sabab обязательно o'tgan bo'lishingiz shart. Oldin men ochganman shot, oldingi shotlarim bor yoki XMdan oldindan ishlab kelaman yoki Xnestda ishlab kelaman, akkauntim bor bo'lsa, kimlargadir farqi yo'q. Yo qaytadan oching yoki o'sha brokerning supportiga yozib, mana shu brokerning supportiga mana linkni tashlab bersangiz, mana shunga o'zgartirib beradi partnyorni. Ya'ni bizani partnyorimiz bo'lishingiz kerak. Xo'p, keyingisi aningda ro'yxatdan o'tib olganimizdan keyin savdo qiladigan shotimizni yoki o'sha robot bo'lsa, robotni o'rnatmoqchi bo'lgan shotimizni kiritib olishimiz kerak. Kimdadir MetaTrader 4, kimdadir MetaTrader 5 bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'shani loginini kiritamiz. Mana bu yerda yozib qo'ygan hisob raqamini kiriting. MT4 bo'lsa MT4, farqi yo'q. Xo'p, bizda mana bor, kiritdik. Pochta emailingizni kiriting. Pochtamizni kiritib olamiz, ya'ni brokerdan ro'yxatdan o'tgan pochtamizni kiritishimiz kerak. Bu yoqda bo'lsa, prosta eslatma uchun o'zingiz uchun yozib qo'ysangiz bo'ladi. Обязательно yozish shart emas buni. Xo'p, hisob qo'shishni bitta bosamiz. Ozgina kutib turadigan bo'lsak, avtomatik bizga hisob raqam qo'shilinadi. Обязательно referal linkdan o'tishlaringiz shart. O'tmasalaringiz birorta indikatorga ham, nimaga ham dostуп olib bo'lmaydi, robotlarga ham. Shu sababdan обязательно o'tish kerak. Bitta obnovit qo'yamiz saytni. Tak, hozir. Ozgina vaqt oladi bu narsa, chunki tekshiruv asosida qilinadi bu. Shuning uchun 30 sekund, 1 minut kutib turishga to'g'ri keladi. Bo'ldi. Akkaunt уже qo'shilindi. Indikator uchun ochilgan hisob raqamimiz qo'shilindi. Xo'p, aningda Alga Trading bo'limiga o'tamiz va bu yoqdan indicators bo'limiga kirib, indikator kerak bo'lsa albatta bosamiz. Ya'ni biz Muslim Alini indikatorini o'rnatmoqchimiz. Bu yerda video qo'llanmasi bo'ladi, bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Aynan shu video qo'llanma shu yoqda joylab qo'yamiz. Bu yoqda qisqacha instruksiyasi berilgan, nima qanaqa asosida yasalganligini va bizga mana kirishni so'rashni bosamiz. Bosgan vaqtimizda hisobni tanlang deydi. Hozirgi qo'shgan akkauntimizga dostуп olamiz. Bosdik va username so'raladi bizdan. Qaysi username'ga dostуп kerak. Bu yerda biz albatta trading view'imizni username'ini kiritishimiz kerak bo'ladi. Uni qanaqa qilib olamiz? Trading view'ga o'tib olamiz birinchi bo'lib. Xo'p, mana trading view'ga o'tamiz. Tak, mana. O'tdik. Bu yerdan username'imizni aniqlashimiz kerak. Mana bu yoqda akkaunt bo'limiga bitta bosadigan bo'lsak, mana bu yoqda vash profil bosamiz va mana bizning username'imiz. Mana shuni kopiya qilib olib, mana bu yoqqa joylab qo'yamiz. Bizda o'zi mana saqlanib qilingan. Qo'yishdik, yuborish tugmasini bitta bosadigan bo'lsak, bo'ldi, jarayonda deb turibdi. Ozgina kutamiz va bunga ham ruxsat beriladi. Bo'ldi, o'zi ruxsat berildi. Ruxsat berilgandan keyin trading view'ga o'tamiz. Bitta obnovit qilib olamiz. Obnovit qilganimizdan keyin indikator bo'limiga kiramiz. Va bu yoqda dostup и ограничения degan bo'lim bor. Shuni bosib turib ko'radigan bo'lsak, mana bizga уже indikator qo'shilindi.
bitta bosamiz, уже grafikka ko'rinish beradi. Mana. Tayyor. Уже indikator qo'shilindi. Xo'p, ana endi umumiy tushuntirish berishga harakat qilaman indikatorga. Bu yoqda maksimal harakat qildik qulay bo'lishiga va risk management asosida ishlash uchun maksimal darajada qulayliklarni qilib berdik. Sell signali beriladi va bir boshdan tushuntiray mayli. Logika qanaqa ishlaydi? Xo'p, mana bular hammasi trend liniyalar. Bular hammasi trend liniya. Trend liniya va mana bu qizillar maksimum va minimum zonalar. Bu yozib qo'yilgan max min deb. Oxirgi max minimum zonalar. Strategiyaga tushuntirilishi bo'yicha trend proboy bo'lgandan keyin bizga oxirgi maksimum va oxirgi minimum va oxirgi maksimum zonalar kerak bo'ladi. Fibonacci'ni oxirgi minimumdan maksimumga tortamiz. Mana robot o'zi avtomatik indikator shu narsani biz uchun tortib beradi. Tortilingandan keyin birinchi kirish nuqtamiz mana bu sariq nuqta bo'ladi. Mana sell. Mana shu zona proboy bo'lsa, biz уже enter qilamiz. Lekin hozir bizda mana bu yoqdan уже entry signallarini berib bo'lgan. Aslida o'zi qanaqa bo'ladi? Mana bu sariq zonani kutiladi. Kelgan vaqtida bitta sell ochamiz. Va bizani mana bular re-entry zonalarimiz hisoblanadi. Agar narx kelsa, mana bu yoqdan qo'shimcha order ochishimiz mumkin. Bo'lmasam bitta mana shuni o'zidan agar pastga qarab ketadigan bo'lsa, bo'ldi. Bitta shuni o'zi take profit uradi. Agar atkat beradigan bo'lsa, mana bulardan re-entrylar qilinadi. Bu yoqda hamma orderlarni stop lossingiz turadi mana bu joyda. Hammasiniki. Narx atkat bergan payti biz hamma сделкаlarimizni yopish imkoniyati bo'ladi. Xullas, bu qisqacha mana shunaqa tartibda ishlanadi. Ana endi mana bu jadvalga kelamiz. Bu jadvalda bizda risk management sozlamalari qo'yilgan. Ya'ni bot avtomatik bu indikator bizga balansimizga nisbatan riskni hisoblab beradi. Birinchi nuqtadan nachi lot ochishimiz kerak. Mana bu re-entry zonalardan nachi lot ochishimiz kerak mana bulardan. Hammasini aytib berib turadi. Xo'p, bu narsani yana podrobniroq hozir tushuntirib beraman sizlarga parametr qismidan. Xo'p, indikatorni nastroyka qismiga o'tamiz. Mana nastroykasiga o'tib olamiz. Bu yoqda hammasini maksimal o'zbekcha qildik, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Fibonacci tortish rejimi bor. Bu yoqda ikki xil rejim qilingan. Birinchisi maksimum minimum zonadan tortish bor. Ikkinchisi trend proboy bo'lgandan keyin shamcha yopilinadi, o'shandan tortish bor. Ikki xil rejimda bemalol kimda qaysi qulay bo'ladigan bo'lsa, foydalanib ko'rsalaringiz bo'ladi. U hammani o'ziga bog'liq. Bu ikki xil rejimda ishlaydi. Oxirgi maksimum minimumdan Fibonacci tortish, trend proboy bo'lgandan keyin Fibonacci tortish. Ishlatib ko'rib, o'zlaringiz baho berasizlar u joyiga. Xo'p, keyingisi mana bu risk management qismi hisoblanadi. Mana risk boshqaruvi qismi. Masalan, sizda $1000 balans bor va shu indikatordan ishlatmoqchisiz. Bu indikator sizga o'sha balansingizga mos lotlar ochish kerakligini o'zi belgilab beradi avtomatik tarzda. Uning uchun biz balansimizni kiritib olishimiz kerak. Masalan, bizda $1000 balans va shu $1000 dan 10% risk qilmoqchi biz. Shu signal uchun. Ya'ni indikatorning bitta signali uchun 10% risk qilmoqchi biz. Bu narsani kiritib olamiz mana. Kimdir 2% qilmoqchidir, kimdir 5% qilmoqchidir, farqi yo'q uni. Hamma o'sha belgilangan o'zi xohlagan riskni kiritadi. 10% risk qilmoqchi biz. Bu narsasi esa buni belgilaganimizdan keyin bu narsa agar tillada bo'lsa 100 qo'yiladi, valyutalarga o'tsalaringiz 10 qo'yiladi. Bu o'sha pointni hisoblash uchun kerak bo'ladigan narsa. Tillada bilasizlar, narx qimmat va pointi 3 talik digit hisoblanadi. Valyutalarda odatda 5 talik bo'ladi. Shu sababdan buni bitta 10 qilasizlar, buni bitta qo'shib qo'yasizlar bo'ldi. To'g'ri bo'ladi. O'shanaga risk management to'g'ri hisoblanadi. Menimcha hamma tillada ishlatadi buni. Shuning uchun 100 qo'ylavergani yaxshi. Leverage bo'lsa, ya'ni siz brokeringizda nachi leverage ishlatsangiz, ya'ni kredit plechon nachi bo'lsa, o'shani kiritasiz. Masalan, menda 2000 turadi. 1 ga 2000. Bo'ldi, 1 ga 2000 kiritib qo'ydim. Xo'p, bo'ldi. Bu narsani sozlab oldik. Endi avtomatik bot bizga mana bu jadvalda risk managementni o'zi hisoblab beradi. Ya'ni nachi lotdan nashta сделка ochishim kerakligini va stop urganda 10% dan yuqori zarar qilmasligimni o'zi belgilab beradi. Aytib turadi. Hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Qayta kirish zonasini ham ko'rsatib turadi, 3 ta zonani. Bu o'shani o'chirib yoqish funksiyasi. Xo'p, bu yoqda trend chizig'i rejimi. Ikki xil rejim bor trend liniyani tortish uchun. Birinchisi bu endi filtrlash uchun, shtob shum ko'paymasligi uchun grafikka. Agar mana bunga qo'yadigan bo'lsalar, oxirgi ikkita trend liniyani tortib beradi. Agar bunga qo'ysalaringiz, tarixdagi polni trend liniyani tortadi.
ko'rsatib beradi. Mana bu narsa asosiy narsa hisoblanadi. Trend line'ni kimlardir kichkina trendlarni ham inobatga olsin deydi. Kimlardir faqat katta trendlar bo'yicha ishlamoqchi bo'ladi. Bu narsa aynan shunga javob beradi. Pivot davri aynan shu narsaga javob beradi. Hozir 5 qo'yilgani bu o'rtasi, ya'ni kichkina trendlarni ham topib ketaveradi. Agar mana shuni hozir 15 qiladigan bo'lsak, grafikdan ko'rsalaringiz, juda ham kattalashib ketadi. Qarab tursalaringiz, mana bu yoqda kattalashib ketadi. Trend liniyalarining chizilishi kattalashib ketdi. Ko'rdingizlarmi? Kattalashib ketadi. Agarda buni kichikroq qiladigan bo'lsak, pivotni. Hozir biz 15 qo'ydik. Qarab turinglar, 5 qilaman. Kichkina trendlarni ham topishga harakat qiladi. O'zgaradi hozir mana. Uje kichkina trendlarni ham topishga harakat qiladi. Buni bemalol kim qanaqa qulay bo'lsa, o'shanga qarab o'zgartirib, to'g'rilab ketsalaringiz bo'ladi. Atak default parametri o'zi 15 turadi. Bu kanalning kengligi, qalinroq, ingichkaroq dizayn xullas. Bo'ldi. Asosiy narsa, asosiy parametrlar mana shular hisoblanadi. Xo'p, nastroykani to'g'rilab olganimizdan keyin mana bu yoqda o'sha jadvalda bizga signal bo'yicha riskni aytib turadi. Mana bizga oxirgi kelgan signalimiz buy signali kelgan, take profit 1, 2 turibdi. Mana bu yoqda stop loss nuqtamiz tayyor turibdi. Xo'p, bu yoqda mana bizga oxirgi signalimiz bo'yicha lotlarimizni belgilab bergan. Birinchi kirish nuqtamiz mana bu sariq liniya. Bunda biza 001 lot ochishimiz kerak ekan mana. 001. Ikkinchi kirish nuqtamiz, ya'ni mana bu uchtalik reentryga agar narx kelsa, lekin bu yoqda e'tibor beringlar, kelmagan. Agar kelsa 002 bitta, yana bitta 002 va oxirgisi 005. Mana shu holatda biza umumiy hisobda $100 zarar qilamiz $1000 balansimizdan. Chunki 10% risk belgilaganmiz. Tushunarli bo'ldi. Xuddi mana shunaqa hisoblab o'zi aytib turadi. Shu bo'yicha ochasiz, stop lossni ham xuddi shu bo'yicha qo'yasiz. Bo'ldi 10% dan ziyod ubitga qilmaysiz, xudo xolasa. Bu chisti toza hisoblab beradi riskni. Va mana oxirgi signalimiz uje birinchi take profit, ikkinchi take profitni ham xudo xolasa urushga qarab ketyapti. Pastdagi bo'lsa signallarning statistikasi. Mana bu yoqdan ko'rsalaringiz bo'ladi. Win rate 88%, yutishlar soni, ya'ni yutuqli darajasi 332.000 pips foyda qilgan shu vaqtgacha. Yo'qotish esa 43.000 pips. Umumiy hisobda sof foydamiz esa 288.000 pips foyda qilingan shu paytgacha. Take profit 1 urganlar soni 62 ta, take profit 2 60 ta, take profit 3 56 ta, take profit 4 esa 54 ta. Stop losslarimiz esa bor yo'g'i 15 ta bo'lgan. Win rate 85%, 88% chiqqan. Xo'p, aningda bu yoqda xullas time frame'lar bo'yicha yana bitta tushuntirish berib o'tib ketay. Mana default parametr bilan ko'rsatay shuni. M5 bilan. Xo'p, bu yerda aningda bu 1 minutlik time frame bo'yicha o'zi qaysi time frame da ishlaydi degan savol baribir beriladi bu joyda. Mana bu holatda parametrni o'zgartirdim, ko'ringlar. Uje sell signal mana stop urib ketgan bu yoqda. Stop urgan. Bu yoqda uje win rate'imiz ham o'zgardi, chunki parametrni biz o'zgartirdik. Shu holatda ham 77%. O'zi 1 minutlik time frame juda shumli time frame va nima deydi? Signallarda xatolar ko'p bo'ladi. Shu holatda ham baribir foydaga. Odatda 5 minutlik time frame da ishlatish tavsiya beriladi. Mana bu yoqda ko'rsalaringiz bo'ladi. Boya bergan ekan. Где-то 20 minutcha, 30 minutcha oldin signal bergan. Uje entry qilganmiz mana bu nuqtadan. Reentry zonalarimizga narx kelmagan va mana tekka qarab ketyapti, xudo xolasa. Xo'p, aningda shunaqangi holat bo'ladi. Mana trend, e'tibor bersalar, pastdan ham trend liniya chizilingan, bu yoqdan ham chizilingan. Bu trend liniya buzilindi, lekin hali tekkacha bormagan. Narx hozir nima qilish mumkin? Bu holatda ko'pincha bo'ladi shunaqasi. Mana trend liniya mana bunaqa tursa, narx hozir keladi, mana bunday probit qiladi. Probit qilgandan keyin mana bu signalimiz avtomatik tarzda mana bunga aylanib qoladi. Mana bu holatga aylanib qoladi. Sababi shumni kamaytirish uchun qilingan bu narsa. Shu holatga o'tib qoladi-da, siz uni bu degani uni yopishingiz kerak degani emas. Uni ham alohida ushlaysiz. Bu yoqdan esa sizga sell signal keladi. Sell signal mana shu joydan keladi agar trend proboy bo'lsa, oxirgi max minimum zonaga fibo tortiladi va sizga mana shu joydan sell signal keladi. Sell bo'yicha alohida stop, alohida take ishlayverasiz. Eski ochilingan buyz bo'yicha alohida ishlayverasiz. Bir-biriga qo'shib o'rmaysiz uni. Buy bo'yicha alohida stop ursa uradi, take ursa take. Sell bo'yicha ham xuddi shunday. Take ursa take, stop bo'lsa stop bo'ladi.
Har bir berilgan signal bo'yicha o'ziniki bo'yicha o'zini qo'yib, o'zini kontrol qiling. Bir-biriga qo'shib, chatib unaqa qilib ishlanmaydi. Tizim bilan ishlasangiz, xudo xolasa, win rate'ini ko'rib turibsizlar, foydaga chiqaradi. Как положено stop bilan take bilan ishlanadigan algoritm. Xo'p, menimcha to'liq tushuntirib berdim deb o'ylayman. Yana qanaqadir savollar yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilib, Telegram, Instagram orqali yoki telefon raqamlarimiz bor, bemalol murojaat qilinglar. Qo'limizdan kelgancha maksimal yordam berishga tayyormiz. Bemalol murojaat qilinglar. Yana bitta narsani aytay. Mana bu narsalar eski tarixdagi signallar. Buni agar mamnaq qilib qoldirsak, grafik ko'rinmay ketadi. Shuning uchun ham prosta nuqta qilib qoldirilgan. Yaqinroq qilib o'qisalaringiz ko'rinadi. Mana bu yoqdan trend buzilingan, enter bergan, mana kirish, tepa 1, tepa 2, tepa 3, tepa 4. To'rttalasini ham mana urib bergan. Tushunarli? Mana bu yoqda masalan sell bergan. Mana bu yoqdan sell bergan. Bunimiz ko'rsalaringiz bo'ladi, stop loss urgan. Stop loss urgan, tepagacha kelmagan narx. Undan keyingi signalimiz mana hozir turibdi aktiv. Sal yaqinroq qilib e'tibor bilan qarasalar tushunarli bo'ladi emas. Mana bu maksimum minimum zonalar. Ya'ni maksimum zona support, resistance. Shu xullas. Hammaga rahmat. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xudo xolasa aktiv bo'lib kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun albatta harakatdamiz.